Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining maxsus xabar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Aziz ko'rmanlar, hammanglarning xabar olgandek 10 oktyabr dushanba kuni biz hozir sizlar ko'rib turgandek Germaniya Federal Parlamentininki yanida ve Germaniya Federal Parlamentininki yangi binosininki oldida Şinjan saqchi hujjatlari asosliq mazmun qilingan rasm ko'rgazmamizni 5 kunlik rasm ko'rgazmamizni boshlatgan edik. Bu jarayonda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi hay'at o'xshash vaqtda Şinjan saqchi hujjatlari asos mazmun qilingan rasm ko'rgazmasini o'tkazish bilan birga Germaniyaning Federal Parlamentida Uyghur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda e'tirof qildirish uchun turli faoliyatlar bo'ladi. Bugun faoliyatimizninki 3-kuniga qadam qo'ydik aziz qarindoshlar. Bu rasm ko'rgazmamiz va bu muhim uchrashishlar 5 kun davom qiladi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim tunigun kesh Berlinga yetib keldi va bugun e'tibor bilan nurg'unlagan muhim uchrashishlar bo'ldi. Germaniya Federal Parlamentininki parlament a'zolari bilan bo'lsin ve türlük kişilik hukuk teşkilatları bilen bolsun bugün intay muhim uçuruşlar boldu. Hem birdemden keyin Berlin vakti saat 3'ten keyin 4'te hilem muşu körep tuğununladek muşu Germaniya Federal Parlament binasının içinde yine bir kısım muhim uçuruşlar buldu. Germaniya Federal Parlamentininki a'zolari bilan. Xo'sh aziz ko'rmanlar, bu haqda texmo tafsili uchurlarga ma'lumotga ega bo'lish uchun biz qurultayninki raisi Dolqin Aysa apandimni maxsus ziyorat qilmoqchimiz. Qani diqqatinglar, Dolqin Aysa apandimninki bu faoliyatlar haqida va bu muhim uchurishlar haqida bergan tafsili ma'lumot haqidagi ziyoratida bo'lsin. Xo'sh, Dolqin Aysa apandim tunigun kesh Berlinga yetib keldingiz. Hamda bu haqda bu necha kundan beri bo'layotgan rasm ko'rgazmasininki bundan keyin bugun 3-kuni qadam qo'ydik. Bundan keyingi faoliyatlarninki haqida qisqacha ma'lumot berish bilan birga tunigun kelishingizga qaramay bugun urg'ulgan muhim uchrashlar bo'ldingiz. Parlament a'zolari bilan bo'lsin va kishilik huquq organlari bilan bo'lsin. Bu haqda ko'rmanlarimizga bir tafsiliy ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Siz degandekidek Dunyo qurultiyininki Germaniya parlamentining binosining oldida va ichida bo'ladigan bir haftalık resim ko'rgazmamiz va boshqa lobby programmalarimizning bugun 3-kunsi bu yerga Dunyo qurultiyininki Berlin ishxonasininki mudiri G'ayur apandimning o'rinlashtirishi bilan Myunxendan bir hay'at kelib dushanba kunsi bu yerdagi faoliyatlarni boshlagan. Biz akşam qaytib hemen keldim. Bugün kelib bir yerde Germaniya parlamentisinin bir kısım parlament a'zolari bilan ve kişilik hukukni kuzash tashkilotiga o'xshaydigan bir kısım xalqaro tashkilotlarning rahbarlari bilan bir muzokara istishora yig'inlarimiz bo'ldi. Bunun asosiy maqsadi mayli bu resim ko'rgazmasining bo'lsin, mayli ichidagi bizning yig'inlarimizning maqsadi bo'lsin. Bu bir qancha talablarimizni o'tirib qo'yish, chunki oldimizda 11 ayning 5'ida Germaniyaning bosh ministri Olaf Scholz Xitoyga ziyoratga bormoqchi. Bu yangi hukumat qurilgandan keyin tunji qatim Xitoyga boradigan bir ziyorat. Bu ziyoratdan burun biz Germaniya parlamentlarga va bu yerdagi xalqaro tashkilotlarga bilan so'zish orqali bu ziyoratning muhim kun tartibining biri Uyghur meselesi ve Uyghur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga akilish ko'rishmalarda idi. Şu münasebet bilan bugün ko'rishmalarimiz nayt yaxshi bo'ldi. Bu ziyoratimizning muhim kun tartibidir. Onun başka bu parlamento Uyghur dostluk gruplarını qurish, Dunyo qurultiyining har qaysi davlatlarda olib berayotgan faoliyat programmalarimizning bir qismi bu yerda. Ondan keyin Uyghur irqiy qirg'inchiligini Germaniya parlamentida qabul qilish, Germaniya parlamenti kishilik huquq komiteti 2021-yilda bizim vatanda bo'layotgan bu qirg'inchilikni insoniyatga qarshi jinoyat deb qilgan, ammo irqiy qirg'inchilik demagan. Undan keyin mana mishada Şinjan saqchi hujjatlari pash bo'ldi. Nurg'unlagan Birleşken Devletler Teşkilatı Ali Komissarının doklati e'lon qildi. Uyg'ur sotlarining qarori hukm qilindi. Shuning biz bularga Germaniya parlamentiga Şarkı Türkistan'da bo'layotgan bu qirg'inchilikning bir irqiy qirg'inchilik bo'lganligini buni Germaniya parlamentining yani kechiktirmay darhol bir irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish kerakligi, Uyg'ur do'stlik guruhini qurish va shunday bosh ministrning Xitoy ziyoratida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga akilish o'xshaydigan shunday bir qator bir maqsadlar bilan bu faoliyatlarimiz
yaxshi davom qilyotdi. Bugun shu fəaliyyətlərimiz dairəsində ayet yaxshi uçuruşlar oldu. Parlament a'zolarining yaxshi qo'llashlarini aldık və ularning bəzi təklif fikirlərini və dostane şəkildə müzakirələrini etdik. Xoş, köp rahmet sizge Dolqun İsa efendim. Hem de bu bugün uçuruşlarda aziz görürmenler Memmo kurultayımızın reisi Dolqun İsa efendim bilen birlikte bu uçuruşlarda hem de buldum. O yerde bazen yerlerde sürat geliş, sin geliş ihtimali oldu. Bazen yerlerde bombaya kap kaldı. Şu anlaşık hem de bu siz Germaniyanın ki Yeşillar Partisi'nin yani Germaniya Federal Hükümeti'nin hakimiyet beşi doğan Yeşillar Partisi'nin ki federal parlament binasıdaki kişilik hukuk kısmının ki bayanatçısı olan Boris Mijatović efendim bilen mi görüş ilip bardınız. Bu jarayanda Uygur Dostluk Grupusu kuruş hakkında mı sözler bulunduğu yerde hem de meninki sualım Uygur Dostluk Grupusu kuruş hakkında Boris Mijatović efendiminin ki pozisiyası kandak oldu. Yeni bir sualım olsa Germaniyada başka devletlerde hatta Avrupa parlamentlerinde dünya Uygur Dostluk Grupusu kurulgan bolsa mı Germaniyada nima üçün bu hazırgıça kurulmadı? Muş iki sualımga cevap bergen bolsanız. Bu Uygur Dostluk Grubu'nun kuruş meselemiz biz bundan burun uçuruşlarımızı mı oturup koyup ötken. Bu Germaniya parlamentideki bir kısım parlament azaları AIPAC deydiğen Xalqara Xitay Parlamentler Grupusunun azası boğallığı için ve şunun teve boğallığı için ayrım çünkü muş grupunun asaslık gün tertibi muş Uygur meselesi ve şundaklı bir kısmen Hong Kong meselesini öz çıkargan hizmet dairesi boğallığı için bunun bir kısım parlament azaları bunun ayrım yani bir Uygur Dostluk Grupusu kuruşunun zürriyeti bağlılığını taz yıskılmagan bula. Şunun için aşının dairesi de bu hareketini yapmasak okşaş bir neticeye iyi yorumumuz diyen boğan ama bizden göz karışımız məxsus Uygur Dostluk Grupusunun kuruluşu. Şudağı biz növbette buluvatkan hadislerinin kandakta Hong Kong'da ya Tibet'te veya ki başka yerlerde buluvatkan normal bir veya ki katlık insan hakları besimi ya kırgınçılıkla farklılık buluvatkan bir hadis boğallığını bir yerde bir erkek kırgınçılık buluvatkanlığını bizim Şarkı Türkistan buluvatkan hadislerinin Xitay'nın müstemlikisi veya ki kontrol aslı başka raylar ile rüşen farklılığın bir vaziyet boğallığını. Şunun için bunu kuruşunun zürri ekenligini asasi çıkış qilib turib söz eshitdik. Nayt yaxshi bir nima bo'ldi? Reaksiyoni nayt yaxshi. Qayli bo'ldi bunday aytgan chaqda, ammo albatta yana bunun o'xshaydigan parlament a'zolarini aldığımız kunlarda yana nurg'unlar bilan ko'rishimiz bu menimcha yaxshi bir qo'llashga erishimiz edi. Hozirgacha bo'lgan parlamentlar bilan ko'rishishlarning ichida bu vaqtda bizga bergan ta'siri qo'llash xarakterlik. Hamda nemish hozir qo'shin qurilma deganimiz, abiyatni deganimizdek AIPAC'ga a'zo bo'lgan köpi şu teritoriyada şu daire içinde bu hareketini yapmasak tek yaxshi bulamdı diken texmi köp parlament a'zolarini jalb qila olamiz diken manda ideya bilan biraz kichikken elbette qolgan onun tafsilotini bizning bergan chiqanimizning bu konkret ishni bu yerdagi ishni qilayotgan adam G'ayur Efendi'nin belki bu vaqtda to'liqmi fikri bo'lishi mumkin. Sizga ko'p rahmat. Xo'sh, G'ayur Qurban efendim Qurultayning ki bayanatçısı ve Qurultayning Berlin işxanasının ki mesulü olan G'ayur Qurban efendim ziyaretimizni qabul qilmoqchi. Xo'sh, G'ayur Qurban efendim İbaytdan Dolqun İsa efendimi deb o'tgandek bu bugungi uchrashishlar haqida keyinni to'liqlama qilib ma'lumot berish bilan birga biz u yerdan chiqqandan keyin kishilik huquq kuzatish tashkilotining ki Germaniyadagi mas'ullari bilan ham ko'rishdik. U jarayonda Uyg'urlar haqida qanday muhim fikrlar, suhbatlar bo'ldi. Muş haqda bir tafsili to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Buldun bugünkü bir qator uçuruşlarımız elbette bazı uçuruşlarımızda hem de o parlament a'zolari ümit qilmaganligi uchun biz bu yerda tilga olish imkoniyatimiz bo'lmadi. Biz faqatlam ularninki ruxsatini olgandan davatimiz. Bir qancha uçuruşumuz oldu. Bu uçuruşlarımızın içinde elbette xalqaro tashkilotlar bilan uchrashdik. Jumladan inson huquqlari ko'zi tashkilotlar uchrashdik. Bu bizninki inson huquqlari ko'zi tashkilotlari bilan bo'lgan munosabatimiz uzundan buyon shakllangan. Biz bugungacha shu inson huquqlari ko'zi tashkilotininki Uyg'urlar masalasi chiqargan bir qancha reportlarda bo'lsin, yoki bo'lmasa, masalan, Germaniyani epidilgan bo'lsak, Germaniyada parlamentlar bilan bo'lgan
parlamentda bo'lgan faoliyatlerde, uçuruşlarda, özümüzün davasını anlatışda her vakit bir-birimizga moslashib, bir-birimizin qilgan xizmatlarini referans qilib, bir-birimizin qilgan xizmatlarimizni asos va isbot dalil sifatida taqdim qilib, nəhayət yaxşı hamkorlashib kelgan edik. Bugun shu bizningki uzundan buyon davom qilib kelgan bu hamkorlashishimizningki yani bir cho'nqirlashmasi deb tushunsak bo'ldi. Albatta oldimizda qilgan nurg'un ishlarimiz bor. Bugun suhbatlar jarayonida shu narsalar o'tirg'i chiqdi. Germaniyada hozir jiddiy bir burilish bosqichida turayotgan bir vaziyatda. Rossiyaningki Ukrainaga qilgan tajovuzi orqali Germaniya hukumati muayyan bir davlatlarga bo'lgan biqimlichilikningki Germaniyaning siyosiy, iqtisodiy, strategiya va yig'ib o'gab kelgan vaqtda davlat bexatarligiga naqadar tahdid bo'lgan bu nuqtani his qilaylik. Bunda bir jarayonda biz bu tahdidninki bu ishikninki Yevropaning bo'sog'isidagi Rossiyadan emas, balki Yevropaning sal tezroq bo'lsa-mu garchi uningdinmi necha hassa cho'ng tahdid bo'lgan bu Xitoy hukumatininki tahdidini anlatish uchun bu yerda qilgan nurg'un ishlarimiz bor. Navbatda Germaniyaninki bugungi uchrashuvimizni parlament a'zolari bilan uchrashtirib shu narsa nihoyat jiq o'tilib elindi. Germaniya hukumati, ya'ni yangi Germaniya hukumati hozir Germaniyaninki yangi Xitoy strategiyasi haqida jiddiy ishlamoqda. Biz inson haqlarini ko'zlash tashkilotlaridan jumladan mushu haqda biz qanday qila olamiz? Qanday qavvaqda Uyg'ur masalasini bir muhim bir kun tartib sifatida Germaniyaninki kelgusidagi Xitoy strategiyasida muhim o'ringa chiqa olamiz degandek bu nuqtalarni so'zlashdik. İşimizki bu yerdagi taraqqiyotlar albatta bizning kutkunimizdan ko'p asta. Xalqimizning ehtiyojidan ko'p asta. Lekin Germaniya Yevropaninki motor davlati. Agar Germaniya o'zgarsa, Yevropa o'zgaradi degan gap. Shuning uchun bu Germaniyadagi siyosatlarninki o'zgarishi uchun to'limi uzun va to'limi jiq xizmat ketadi. Ishxonamiz qurilgandan buyon qo'limizdan kelgan tirishchiliklarimizni qilib kelyapmiz. Az bo'lsa-mu nihoyat vazirlik o'zgarishlar bo'lib o'tadi va mushu o'zgarishlarning ustiga biz texmo yaxshi taraqqiyotlarni barliq keltirib xalqimizningki bizning kutgan umidini oqlashga tirishimiz. Sizga ko'p rahmat. Xo'sh, Xayr Qurban efendim, sizni resim ko'rgazmasi, ya'ni Şinjan saqchi hujjatlari asosida mazmun qilingan resim ko'rgazmasi boshlangan tunji kunda ziyoratimizni qabul qildingiz. U jarayonda bu resim ko'rgazmasi nima uchun o'tkazilganligi va 5 kun jarayonida qanday bir faoliyatlarninki bo'lganligi haqida so'zlab o'tgan edingiz. Xo'sh, bugun 3-kunga qadam qo'ydik. Bu 3 kun jarayonida bu resim ko'rgazmasiga xalqninki jumladan yerli xalqning pozitsiyasi qanday bo'ldi? Biz hozir ko'rmanlarimizning ko'rib turgandek Nemis Bundestag, yani Germaniya federal hökumətininki, parlamentininki oldida o'tkazayotmiz. Bu jarayon bu yerga turli parlament a'zolari, hukumat xodimlari kirib chiqib, bu jarayonda ko'zlariga chiliqdi, hatto o'zlarini qiziqib kelib ko'rganlarim bo'ldi. Bu haqda ularninki umum kishilarninki pozitsiyasi bu rasm ko'rgazmasiga qanday bo'ldi? Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Ben Germaniyada yaşamak 17 yıl oldu. O burunqi vaqtlarda biz Uyghur meselesini şu xalqqa, davlatga, xalq omasiga anlatilgan vaqtlarimizda işte namoyishlarni qilsak, xalqlar kelib, "Voy bu nima ish to? Bu Uyg'urlar kim?" deb mundaq so'ratdi. Meni eng shu bugun shu bir necha kunki shu ko'rgazma jarayonida o'zim suhbatlashgan, tashviqot varaqlarimizni taqdim qilgan, mendan savollarga javob bergan insonlardan shuni his qildimki, Uyg'ur meselesi Germaniyaninki qatlamlarga singibdi. Hattoki boshlang'ich maktabning o'quvchilari jinida, "O ma Uyg'urlarning meselesi ekan, o ma Uyg'urlar ekan, na endi iliqi jazo lageriga so'langan xalq ekan" deb shu daraja tushunibdi. Shu daraja tushunibdi. Ya'ni bizningki yillardan buyon qadam-qadam qilib kelayotgan xizmatlarimizningki haqiqatan unumi bo'pti. Shuning uchun men bu yerda bir tarafdan bu yerdagi bu rasmlarga qarab, mushu paytlarda Xitoyninki jazo lagerida jazo tatiyotgan va hattoki o'zininki qimmatli hayotini qaybetgan, yo'qotgan qarindoshlarimizga qarab bir tarafdan ko'nglim yerim bo'lsa, yana bir tarafdan Germaniyadagi asosiy qatlamdagi xalqninki
xalqninki bu Uyg'ur masalasi bo'lgan tonishning cho'nqilishiga, bilishiga va o'zining hukumatni nima deb, hukumat nima qilmaydi. Biz bu yerda parlamentda anlatish uchun keldik desak, bu qaysi bizning qaysi partiyalar mushu, bizdagi qaysi partiyalar Uyg'ur masalasini qo'llamayotgan, men shunga ovoz bermayman deganlar bo'ldi hattoki. Ya'ni mushuning hammasi bizga bo'lgan cho'ng bir ilhom, madad. Biz demak tirishsak, tirishchanligimizni uzunga davomlashtirsak, bundan bir natija chiqadi ekan. Abay degandagidek bu Germaniyadagi o'zgarish butun Yevropa qit'asidagi cho'ng bir o'zgarishga sabab bo'lganligi uchun bu yerda haqiqatan o'zgarishlar pozitiv taraf qarab ketib bordi, lekin asta bo'lib ketib bordi. Bizning kutganimizdan biroz ko'p asta, lekin taraqqiyot yana bor, yaxshi taraqqiyotlar bor. Shuning uchun biz bu va mushunga o'xshaydigan faoliyatlarimizni texnik qanot yaydirib, asosiy qatlamdagi German xalqininki yesdoshligini, söygüsünü ve qo'llashini qo'lga keltirsak, bu xalqqa vakolat qildigan mana shu binolarda, parlament binosida, mana shu hukumat binosida turayotgan xalq saylagan bu vakillar cho'qim xalqininki kutgan umidini oqlash uchun harakatga o'tishga majbur bo'ladi. Shuning uchun men nihoyatda ishonch va umidning ichida. Sizga ko'p rahmat, G'ayur apandim. Hürmetli körümeller, yuqurda sizlarga Dünya Uyg'ur Qurultayınınki reisi Dolqun Aysa apandimninki bugünkü bo'lgan ko'rishmalar haqida, tafsiliy ma'lumotlar haqida ziyoratimizni qabul qilib, sizlarga ziyoratini sungan bo'ldik va Dünya Uyg'ur Qurultayının bayonotchisi va o'xshash vaqtda Berlin ishxonasining mas'ul bo'lgan G'ayur Qurban apandimmo bugünkü faaliyetler haqida jumladan 3 kuni bir o'tkazilayotgan Şinjan saqchi hujjatlari asos qilingan rasm ko'rgazmasi haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi. Men oldi bilan Dünya Uyg'ur Qurultayının reisi Dolqun Aysa apandim başçılıqida G'ayur Qurban apandimga qilgan xizmatlar uchun rahmat aytish bilan birga bundan keyingi xizmatlaringizga utuqliq va muvaffaqiyat tilayman. Xo'sh aziz ko'rmanlar, bugungi programmamiz mishagich bo'lsin. Keyingi qitimliq sonimizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Programmamiz, faoliyatimiz 5 gün davom qildi. Bu jarayonda sizlarga har vaqt yangi xabarlar bilan, muhim xabarlar bilan sizlar bilan didorlashishga kapolatlik berishga tirishamiz. Aziz ko'rmanlar, Germaniyaning poytaxti Berlindan hammanglarga o'tliq salom. Men riyosatchi Ibtixor Abdurshid. Allohga omonat bo'linglar.